Ertalab uyg'onganingizda qorin xuddi to'q insondek uyg'onyapsizmi va nonushta qilgisi kelmayaptimi? Oshqozon to'la, ozgina ovqat yesangiz ham xuddi ovqat hazm bo'lmayotgandek sezilyaptimi? Tinimsiz kekirish hamda qorindan bo'lish noxush holatlar sizda kuzatilyaptimi? U holda videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga buni sabablari va bunga nima qilish kerakligini aytaman. Hozir ko'pchiligimiz oqsil bizni tanamiz uchun juda ham foydaliligini, sochlarimiz, tirnog'imiz uchun, hattoki ozishimiz uchun foydali ekanligini juda ham yaxshi bilamiz. Lekin har kuniga tana vaznimizga qarab turib normada oqsilni berishni hamma ham bilmaydi. Agar tanangizda sizda oqsil yetarli bo'lsa, undan oshig'i semirishingizga hamda ovqat hazm qilish tizimingizga zarar yetkazishini siz bilarmidingiz? Chunki oqsil ham uglerod hisoblanadi. Keling yuqorida sanab o'tgan mana shu muammolar sizda bo'layotgan bo'lsa, u holda men sizga retsept beraman. Ertalab och qoringa emas, nonushtadan so'ng 1 stakan iliqdan issiq suvingizga 1 choy qoshiq toza, yaxshi olma sirkasini aralashtirib, nonushtadan so'ng mana shu suvni ichasiz. Eslatib o'taman, olma sirkali suvni trubka yordamida iching. Shunda tish emaliga hech qanaqa zarar yetmaydi. Bu suv sizni yegan ovqatingizni tez hazm bo'lishiga, o'zingizda yengillikni his qilishingizga va yegan ovqatlaringiz oqsilini yaxshi parchalanishiga yordam beradi. Bu videoni mana shu muammosi bor yaqiningizga yuborib qo'ying, chunki siz bildingiz, ular ham bilsin.